Elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz muhterem kırındaşlar. Yanalam kırındışımız Zinnetgül Tursun'unki izdirkini kılımız, sorayımız. Xitay ne gappadın, nede, hayat mı, qaysı türmüge, qaysı tozakka, qaysı calvatın koluğu tutup edin dep. Davamlıq sorayımız, davamlıq soruşçısını kılımız. Bu jarayanda chet eldeki dernek başlıkları, siyasi rehberler, bunun bilen münasebetlik kişiler bilen, dini ulemalar bilen, ziyalılar bilen her zaman işkiranımız Zinnetgül Tursun'unki izdirkini kılıdı ve onun bilen bille yolu silinip ketken 3 nefer ayal hemşehrimizin izdirkini kılıdı ve 5 nefer perzentimizdeki izdirkini kılış mecburiyetimiz var. Bunun izdirkini kılanmasak elbette neçe vakitin biri kıygan xalqçılığımız, xalqni, muhacirlerimizni, kırındaşlarımızını kutkuzumuz, doğru yolga başlayımız diyen sözlerimiz yalgan buludu. Bunun için bugün yine buna münasebetlik kırındaşlardan ve bugün muhacirette Dünya Uygur Kurultayı'nınki muhacirler şikansından müdiri Mehmet Toxta efendim bilen elbette aynı vaxtdaki bu muhacir hemşehrimizin izdirkini kılımız ve bunu sözleşimiz. Sözlü ben hemen Mehmet Toxta efendim gibi birmen avazım çıkıvatamdı, qaysı şekilde buluvatıdı, özüm kontrol kılışım lazım. Assalamu alaikum Mehmet Toxta. Ve aleykümselam. Şikiranımızga kelgenliginizge rahmet etime, çünkü ben bugünküçe 10-15 kişi bilen alaqlaşık deriştim, bolapmı siyasi sahnelerde hizmet kılıvatkan dernek başlıkları ve başkalar. Asasen bununla nispeten sükut kılış yolunu tallavatkan kırındaşlarımız köp boğallık için ve sizin bu doğrusuda ben özümün köz karşını ve bunun kandak bir çıkış yolu buludu. Kandak Zinnetgül Tursun'u kandak kılımız, kandak kutkuzumuz degендek meselelerde ben cevabını beredigelikimiz ve işkiranıga teklif kıygandan keyin kelgenlikimiz için ben rahmetimi bildiriş bilen sözümü başlayayım. Haberiniz var belki bu 2 gün, 3 gündün beri bolavatkan işlerden. Elbette yakından izlevatını. Yani bir ay burun 6. ayının 23. günüsü yolu silinip ketken bu 4 nefer ayal hemşehrimiz ve 5 nefer perzentimiz. Bir aydan keyin bir kırındışımızdınki yani Zinnetgül Tursun'un hadisindeki üyege telefon kılış yani alaqlaşışı ve Zinnetgül Tursun'un işki balısının üyede buluşu anısına tapşırıp verilgenlikki tüpeyli paş bolap bu iş yani kaytır ötülgenlikki paş bolap. Bunun dinkin bu hemşehrimiz WhatsApp'larda toplarda özünün şahsi ilanını çıkargan. Yani Uygur Kırındaşlık Stüdyosu, Xalqның stüdyosu her zaman kandak derdinler, kandak sözünler bolsa dаңla degen bu 2 yıllık davayımızınki tesiri bulmagan boluшу mümkün. Her adam özü xalagan şekilde sosyal medyada yani WhatsApp'ta özünün ağzını kıygan ama bu ağız akmagan. 1-2 gün çögelep jügen. Bunun dinkin biz işkiranını içip bu nemi eşitip Gülcennep Tursun bilen sözleşi arkalık bu işninki paş olup kalgan bir qaytır ötüş hadisi ekenligini aniqlagandan keyin derhal işkiranını içip bazı teşkilat başlıklarına işkiranı teklif kıldık. Bazılar makul dedi, bazılar makul demedi. Ve bu yerde sır içilip yani stüdyomuzdaki bir işkiranı ekilişi bilen sır içilip bu iş oturuğa çıktı. Onundan burun yana yoşurulup kilovatkan idi. Yani yap bu yolu silinmaptı. Tacikken, Uygurken, Kazakken, Xitayken, Özbekken degen gepler yıkıp jüdü ama bu işkirandan keyin bu aşkar boldu. Bu aşkar kılınışına yanılam şu Seyit Tumturik Efendi aşkarı kıldı. Yani şu yerdeki Köçmeliler İdarası'nın başlık olan görüşüp resmen Zinnet Tursun'un yolu silinvetkenlikini biz o kişinin ağzından anlap cezimleştirdik ve bütün dünyadaki muhacirler bundan g'amnak boldu. Haberleri var. Emdi neymiş kılımız degen meselede yani 3 günden beri cahan cimcit bir şekilde veya ki içki bir şekilde hareket kılıvatıdı. Size bugün
özlerining shaxsiy nomi bilan agar bu suhbatga qaytilgan bo'lsa, men shaxsiy tarafdan so'rayman. Agar Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan qaytilgan bo'lsa, men u tarafdan kelib bu qarindishimiz uchun yordam qilishni boshlaymiz. Ben Dünya Uyghur Kurultayı bu hakkında bir bayanat tayarlavatıydı. Hem de Dünya Uyghur Kurultayı özünün resmi bu mesele hakkındaki göz karışını kurultayının resmi organları tarafından yakında ilan kılınmagan yoki ilan kılınmakçı olan bayanat bilen cemaatimizge onu bildirdi. Şolaşka men hem de şu davaga köngül bölgen bulup chet eldeki qoğduğuçsuz, egiçaksız musafir qarindaşlarının hizmetini özlemge bir vazife dep bilgen ve muş qarindaşlarının uzundan buyon g'amini yegan bir shaxs bo'lish suhbatim bilan şu yakında bulup o'tgan Zinnatgul Tursun faciası ve faciadan qandaq ders ilip bundan keyinki başka Zinnatgullarni qandaq saqlab qalamiz, qo'g'dab qalamiz. Müşakkada belki qarindaşlarga bir foydasi bo'lar degan umidda o'zimning fikrimni bayon qilay dedim. Yani shaxsiy nomlar bilan bugun bir o'zim fikr. Albatta. Bundaq so'rashimdagi sabab sizlarning inkoslarini ko'rib turyotiman ancha-muncha sosyal medyada inkoslarni boshqalar bilan bo'lgan fikr, ko'z qarashlarining ayrim taraflarini men ko'ryotiman. Bo'lib bu qidim mening diqqatimni chekkan bir narsa Daeshga ketganlarninki bugun bosh og'riq bo'lib o'tirib chiqayotganligi to'g'risida buning o'xshagan bir inkosni yani. Ve bu Zinnatgul Tursun meselesini bununla bağlap bırak yazgan inkaslarını gördüm. Çünkü mesleki bu yerden kireylim o ya ki Halga yerden kirsek buldu Tamam. hem de bu facia yüzbedi. Bu hakkında ben bu Türkiye'de özüm alak kıygan meyli ahbarat sahası da bolsun veya başka tanıgan bilgenlerden mi malumat ilip şu işinin asli jaryanı qandaqlar bir gayret qilib baxtım. Mening ağan materiallarım, men ağan malumatlarımı bu xanımның Suriye Xatay chegarasidan tutilganligi ve Xatayda bir mezgil tuğanligi. Şunlaşqa bu xanımның Suriye'ye borganligi haqida mencha nima yo'q hozir, talash tortish yo'q, bu bir reallik. Shuning uchun yalğız bu Zinnatgul, birli Zinnatgul emas bu Suriye'ye berip qaytib kelgan yoki qaytib kelinmagan hozir mana Suriye'nin hozirgi şu Türkiye koşulları bo'lgan İdlib bilan uning sharqidagi Kürtlar, uning sharqida Suriye hukumat qo'shinlari orasiga siqilib qolgan, shu yerda Kürtlarga asir tushgan Uyg'ur xonimlarning dard faryodlari va yordam chaqiriqlarini pat-pat ko'ryapmiz. Bundan başka Şimali Irak'ın Kürt bölgesideki Musul türmüsüde yetiyatkan Uygur hanımlarımızda mı haberimiz var. Bunların sahne hakkında xilma-xil gaplar var, lekin 300 etrafında Uygur hanım balları bilen şu Şimali Irak'ın Musul şehrideki türmüde ve bazıları şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kurgan kamplarında turvatıda. Şunlaşka bu rayonlardaki Uygur hanımlarının balığı bir sır emas. Bunu biz yoşusak mı? Köplegen devletlerinin istihbaratları, ahbarat organları, devlet, hükümet orulları bunu obdan bilirdi. evet, Biz demegen bilen yoqap ketmeydi bu iş. Bunun üstüge petbatlardan pat-pat çıkıvatıdı bu işler. Şunlaşka Türkiye'deki Uygurlar arasında mı şu yerge bağın, kelgen, meyli er, meyli hanımlar bolsun, belgilik sanda kişilerin balığını biz bilimiz. Onun üstüge Suriye'ye bağlılar yalğız ve Uygurlar ve başkalarla emas. Nurgun devletlerinin istihbarat organlarından mı şu yerge adam kıstırılgan, mahbi halda cihat çıkılıp yollangan, öz devletinin yaki özüge münasebet adamlardan qanchası var, kimler, muşularının evalini egellash uchun nurgun devletler özünün mahbi adamlarını şu cihat çıkılığı bilen şu yerge kirgizgen. Şunlaşta bu yerde bo'layotgan ishlar mundaqcha aytganda biz demeganlarni yo'qolib ketmaydi, bu bahanasilar bular. Ama biz Uygurlar necha vaqtdan beri bu haqida fikrlashishdan o'zimizni qochirdik.
bizlar mushuni deyishmasa xuddi dunyo yo'qotgan bu ishlar haqida fikr qilmaydi yoki dunyoning xabari yo'qdek mushunda yashab keldik, ammo Zinnatgul voqeasi bizga shuni xotirlatdi. Ya'ni Uyg'urlarning qanchalik darajada qo'g'dag'uchisiz ekanligi, o'zini qo'g'dashdan ojiz ekanligi yoki o'zini qo'g'dashga sal qaraganligi yoki Turkiyada uzun muddatli iqomat, qisqa muddatli iqomat bilan hamma ishning hal bo'ladiganligi, ba'zi insonlar umidini iqomatga bog'lab, ya'ni iqomat Turkiyada bir insonning turish ruxsatini ko'rsatadi. Bu insonning qonuniy qo'g'dinishini kafolatga qilmaydi. Nurg'un insonlarimiz men iqomat olsam ishim hal bo'ldi deb mushundaq ham xayol juda. Albatta iqomat olga yaxshi. Turkiya qonunliq turish kafolatga ega bo'ldi, lekin iqomat qonuniy jihatdan bir insonning bo'libmi Uyg'urlarning Turkiyada qo'g'dilishini kafolatga qilmaydi. Qonuniy qo'g'dilish bu ayrim masala. U Turkiyada qonunli holda turish ayrim masala. İqomat olgan bilan u odamni Turkiya hukumat qo'g'daydi degan narsani tushundirmaydi demoqchisizlar. Ya mana bu ishlar jiq keldi, chunki o'tgan yil biz tizimli qilib olganda, odam yo'llaganda biz bu yerga tizimlasak Turkiyadan iqomat ola olamiz. Men xabarlar bor 2017-yil 5-oydan boshlab Turkiyada qarindoshlarimizdan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muhojirlar oliy komissarligiga murojaat qilishini tashabbus qilib keldim. Bu tashabbusumga ovoz qo'shib 253 qarindoshimiz asosli Turkiyadan, bir qismi Misrdan va boshqa yerdan bo'lib, menga materiallarini yo'lladi. Lekin har xil ta'tir tashviqot bilan voy Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilsak, ananda qilinmaydi ekanmiz, mana bunda qilinmaydi ekanmiz deb bu murojaat qilgan qarindoshlarning ko'plari qilgan murojaatini yondirib oldi. Hozir mening qo'limdagi shu 253 kishining 80 nechisi qilib qoldi. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı muhacirlar oliy komissarlığı kılınan iltimas, qo'g'dinish, panohlanish iltimasi. Bu qonuniy qo'g'dinish bilan ta'minlaydi bu shaxslarni. Turkiyadagi o'tirim izni yoki iqomat ruxsati bo'lsa, shu yerda qonunli turishni ko'rsatadi. U narsa bir qo'g'dinish bermaydi. Shunlashki bu ikki narsa. Türkiye'deki şu farklarını bilmeyen qarindoshlarimiz u yerdan kelgan ta'tir tashviqotlarni bo'ldi. Shu ta'tir tashviqotlarning natijasi bilan jiqlar iltimos qilmadi, iltimos qilganlarni iltimosini qaytarib oldi. Mana hozir Turkiyada shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining muhojirlar komissarligi iltimos qilgan qarindoshlarning qo'lida qonuniy qo'g'dinish belgisi bor. Bularni Turkiya bir yerga chiqarib o'tmaydi. Chunki xalqaro o'sha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muhojirlar komissarligi Turkiya hukumatining o'tkazgan bir nimasi bor. Anglashmasi bor. Shu anglashma bo'yicha agar bir odam Xitoyga qarshi panohlik tilagan bo'lsa, u kishini Xitoyga qaytarmaydi. Agar Xitoyga qarshi panohlik tilamay Turkiyada turish ruxsati olgan bo'lsa, uni qaytarish imkoni bor. Bu davlatning qo'lidagi ish. U qaytarmaslik davlatning shu yerdagi qaror beruvchilarning qaroriga qarab qolgan narsa. Ama Birleşken Devletler Teşkilatı'na yoki Türkiye'nin İçki İşler Ministerliği'nin şu mültecilik nimasi deymiz Türkiye'de muhacirlar yoki panohlanuvchilar doirasiga iltimos qilib, shu yerdan panohlanuvchi salohiyatini olganlarning bu Xitoy qaytarilish yo'li to'silgan bo'ladi. Chunki sen Xitoy qarshi panohlik tilagandan keyin Turkiya seni Xitoy qaytaradi. Yani Türkiye'de qarindoshlarimiz buning farqini bilinmadi ko'plari. Nima uchun biz ayni vaqtida buni bilmay qoldik? Turkiyaninki taraqqiyotininki Xitoyga yoki do'stligining yiqilishayotganligini hammaylar sezib turayotgan shu zamonda, shu vaqtidan tortib 2016, 2017dan tortib umuman bir tizimlatib qo'ygan bo'lsa Uyg'urlar aşağıdik. Uni nima uchun bilmadik endi? Endi bilinmas qilsa, birsi Kanadadami bo'ldi, har xil ta'tir tashviqot, bu ishning natijasi chiqmaydi deganlar bo'ldi. Anadikin bu ishlar uzun surdi deganlar bo'ldi. Anadikin o Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iltimos qilsa, ma'lum bir yerga bo'lib qo'ydi ekan, Istanbulda turolmaydi ekanmiz. Anadikin Turkiyada iqomat ololmaydi ekanmiz degandek, shundaq har xil bahanalar. Ya'ni ishning mohiyatini tushunmay, shakliga yoki qisqa muddatlik
Mındaqcha aytganda bir uy sağgan adam oldi bilan turukni mahkam qilamiz, g'ulni mahkam qilamiz. Ya'ni bir davlatga nisbatan bexatarlik birinchi o'rin turadi, bir shaxsga nisbatan bexatarlik birinchi o'rin turadi. Ya'ni oldi bilan o'zimizning shu davlat ichida bexatarligimizni kapolat qilmay turib, hech qanday narsamizni kapolatga ega qilolmaymiz. Bizning qarindoshlarimiz mushu nayti halqiliq hukmlarni yoki so'ramadi yoki bizning tushuntirishlarimizni quloq solmadi. O'zining bexatarligini kapolatga ega qilmay turib, ko'chadagi insonlarning har xil taqatdan gaplari yoki bo'lmaydi o'zlarining orzularini Turkiyada andaq bo'lmaydi, mandaq bo'lmaydi degandek har bir insonning o'ziga loyiq bir tushunchasi bor. Turkiyadagi qahvaxonalarda, avtobuslarda, u yerda insonlar bilan ko'rishganda turk xalqi do'stona xalq qarindoshlarini suydi. Shu ko'chadagi insonlarning bergan tasallisini davlat siyosati deb o'ylab qolganlar. Turkiyada ko'chalarda insonlar va Uyg'urlarga andaq qaraymiz, bunday yaxshi ko'ramiz degandan keyin davlatni cho'qim shundadir. Endi davlat albatta Turkiya davlatining Uyg'urlarga favqulodda ba'zi bir nimalar bor, ko'ngil bo'lishlari bor. Buni ko'z yummaslik lozim. Lekin Uyg'urlarmi yolg'iz o'ninga ham qarab qolmasdan o'zining qonuniy qo'g'dinishini birinchi o'ringa qo'yish lozim. Qonuniy qo'g'dinish degan gap Xitoyga qaytarilishning oldini olish. Shu Xitoyga qaytarilishdan iborat shu tahdidning, shu tahlikaning oldini to'sash degan gap. Buning oldini to'sash Xitoy qarshi panohlik tilash bilan bo'ladi. Qandaqdir iqomatni ichki ishlar ministrligi bir Turkiyada yana hukumat beradi. Hukumat bergan iqomatning belgilik vaqti bo'ladi yoki surasi bo'ladi yoki bo'lmaydi. Uni hukumat bergani uchun o sotning qarori bilan berilgan bir narsa bo'lmagani uchun hukumat bergan narsani hukumat bekor qila oladi. Ya'ni hukumatning bergan iqomati yerik kelganda bu insonning belgilik bir yer kelganda Xitoy qaytarilishining oldini olmaydi. U to'sab qololmaydi. Ammo panohlanish, Xitoy qarshi panohlik tilash u kishining Xitoy qaytarilishining oldini to'sab qola oladi. Ya'ni bu narsani bilmay nurg'un insonlarning qalaymaqon bergan ta'tir tashviqotlari yoki har xil gaplar bilan bu insonlarimiz o'zining xalqlik ehtiyojini ustunga qo'yib qo'yib, ko'pchilik insonlarning odat paranglari bilan boshqa chiqildi. Bugun Zinnatgul voqeasidan oladigan dars, masalan Zinnatgul shu Turkiya turibdi. Turkiyada ya ichki ishlar ministrligi yoki xil uzundan buyon turibdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishxonasi o'tgan yil 9-oygacha ochiqdi Ankarada. Shu yerga iltimos qilgan bo'lsam ish bo'lmadi. Iltimosning qabul qilish qilinmasligi ayrim masala. Uni Jenevadagilar belgilaydi. Lekin Anqaraga iltimos qilganlarning qo'liga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iltimos qilgan multaji degan bir kinishga berdi. Bu kinishga bu insondan Xitoy qaytarilishini oldini oladi. Mushunday bir yo'l bor. Buni o'zimiz ishlatmay turib, anandan keyin ba'zi kuchlar o'ttiridagi cho'ng shaxmatning peshkisi olib qurbonlik berganda meni nima deb qurbonlik qildi deb qaqshsak, bu to'g'ri bo'lmaydi. Oldi bilan o'zimizning haq-huquqini, qo'g'dinishini kapolatga qilishimiz kerak. Buni boshqalar qilib bermaydi, o'zimiz qilishimiz kerak. Ya'ni sizlar deganlar bo'yicha undaqda agar Turkiya bir odamni qaytarmoqchi bo'lsa, uning qo'lidagi iqomat uni to'salg'i qilolmaydi va hatto pasportni to'salg'i qila olamdi pasport. Bu pasportni to'salg'i qilolmaydi. Davlatlar o'rtasida masalan Xitoymi masalan bir Uyg'urni talab qilsa, bizning qurultayning raisi Dolqin Aysoning misolidan buni bilishimiz kerak. Bizning raisimiz Dolqin Aysoning masalan Interpolga chiqadi. Germaniya kuchli davlat bo'lg'achqa qaytarmadi, Xitoydan savol so'rashni bildi. Anadan keyin bu otilgan jinoyat rasmi yolg'onmi, shuni isbotla, dalil ko'rsat deyishni bildi. Lekin Xitoydagi davlat sizlar yoki har qanday odamga hammamiz shu vatandan kelgan bo'lg'achqa xohlagan bir jinoyatni otib yoki yo'q jinoyatni boqilib, shuni Turkiyada yashagan ba'zi qarindoshlarning ustiga otib, bu odamning bunday jinoyati bor. Turkiya bilan Xitoy o'rtasida o'tgan yili Adliya ministrligi o'rtasida jinoyatchilarni almashtirish to'xtamnomasi tuzildi. Ya'ni Xitoy o'yinni o'ynayman desa, uning telefonni hozirlaydi. Unda bo'lgani uchun masalan pasporti bo'lgan taqdirdami, boshqa narsalar bo'lgan taqdirdami, bu shaxsning Xitoyda ishlagan bunday jinoyati bor, bunday ziyonlarni sog'an
yoki terrorizm deydi, yoki o'g'irlik, bulonchilik, odam o'ldirish deydi, har qanday bir jinoyat. Jamiyatda bo'ladigan jinoyatlar. Mushuning yolg'onlardan bir narsalarni yasaydi. Buni Turkiyani oldiga qo'yganda Turkiya belgilik o'zining kuchi yetgan bo'yicha tadqiq qiladi. Lekin bir davlat oldiga mushundaq bir faktlik material yolg'ondan bo'lsin uydurib ekaganda nurg'un davlatlar qaytaradi uni. Buni jinoyat vakanda. Bu yerda unday kelganda mana kishining Turkiyada iqomati bor ekan yoki biznes bor ekan degan qaramaydi. Ammo panolik tilguchilar bo'lsa, ular qaytarilmaydi. Masala shu. Shunlashqa Turkiyada qarindoshlarimizning birinchi qiladigan ishi o'tgan yil 9-oygacha Birlashgan Davlatlar Tashkilotining muhojirlar ishxonasi ochiqdi. O'tgan yil 11-oyda biz Kanadadan 2 kishini Turkiyaga yo'lga soldik. Qarindoshlarning xabari bor. Men shu Kanada Tashqi ishlar ministrligi yo'l minib, Anqaradagi Kanada elchixonasi biz avatgan kishilarni Turkiyadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muhojirlar komissarligining rahbarlari bilan uchrashdi. 2 qatim ko'rishdi biz avatgan vakillar. Nima deb to'xtatdinglar, Uyg'urlar nima deb qabul qilmaysizlar deb. U yerda demisini Anqarada 2-3 odam ishlaydi. U butun iltimosni qog'oz shu tayyorlangan nimalarni qabul qildiganlar organ. Ular qaror beradigan organ emas. Qarorni Jenevadan beradi. Lekin Turkiyadagi muhojirlarning soni 3-4 million ko'taradigan yukidan ishib ketgani uchun bu nima Turkiyadagi bu ishxona o'tgan yil 9-oydan boshlab asosan sirtdan murojaat qabul qilmaydigan bo'ldi yoki Uyg'urlarning murojaatini qabul qilmaydigan bo'ldi. Nima uchun taqildi bu ya? Ya uningda ularning ko'rsatgan bahanasi qo'limizda odam kuchi yetarlik emas, ammo Turkiyadagi hozir qo'limizda bor iltimos qilgan odamlarning ishini bitirishimizga mancha yil ketadi degan amaliy narsa hamda. Onunga Amerikadagi UNHCRning bosh shtabi va bizning ijro komitetining raisi Umar Qanotdan iltimos qildim. Oshular bilan ko'rishib, chunki bu shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muhojirlar komissarligining 50-60% chiqimini shu Amerika, Kanada qatorli g'arb davlatlari beradi. Shunlashqa Amerikadan, Kanadadan mishanamo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muhojirlar komissarligining shu'balari bor. Mushularning rahbarlariga ko'rishib, Anqaraga besim qilib yoki Jenevaga deb Turkiyadagi shu Anqaradagi ishxonani qayta ichib, Uyg'urlarning iltimosini qabul qilish haqida halijiq yo'l mangdik. Lekin Turkiyada haqiqatan 3-4 milliondan ortiq allaqachon bularning qo'lida nima bo'lg'achqa, ishlagan odam aran 2-3 u yerda. U ishxonaning sig'imchanligi, bir ishlarni bir taraf qilish qobiliyati nurg'un narsalarda yetarlik bo'lmay qilib, bular yangi murojaatchi qabul qilinmaydigan yoki kelgani uchun bular to'xtatdi. Lekin to'xtatgan bilan butun o'sha muhojirlarning ishini qilish jarayonlari, rasmiyat bajarish mushularni Turkiya Ichki ishlar ministrligiga o'tkazib berdi. Ya'ni Turkiyada murojaat qilganlar, ya'ni panolanuvchilar Turkiya Ichki ishlar ministrligiga shularning shu mulkchilik ishlari qaraydigan idoriy o'rinlari bor. Shularga iltimos qilish orqali nima qilib bo'ladi buni? Turkiyaning o'ziningmi? Turkiyaning o'zining. Bu men anglagan biroz yangi uchur. Buni xalqimizga deb ashad qarindoshlarga deb berish lozim. Ya buni men o'tgan yildan boshlab da'vataman, chunki nega ya'ni qayaga bo'lsin. Shu Ichki ishlar ministrligida men aniq adresini bilmayman, lekin Turkiyaning Ichki ishlar ministrligining shu mulkchilarni iltimos qilgan misi bor. Burunma batdi u nurg'un Uyg'urlar Turkiyada siyosiy panolik qilgan Istanbul valiyligining endi chog'layanda batdi, uni o'zgartiryaptimi bilmayman. Anadan keyin shu Ichki ishlar ministrligining to'batlari kirsimi bu uchurni topqil bo'ldi. Ya'ni mulkchilar nega boshvurdi, nega iltimos qildi, shu yerga iltimos qilsa bo'ladi. Yani iltimos qilib Turkiyaga shu o'zlarining iltimos qilishdan burun men Uyg'urlar deb iltimos qilish yetmaydi. Buningga faktlarni, dalillarini nima deb Xitoy qaytarmaydi, Xitoy qaysi nima voqealar bo'ldi deb rasmiy materialni iltimos qilish orqali Turkiya Ichki ishlar ministrligidan mulkchi degan kenishkani elish mumkin. Shuni olgandan keyin ularning Xitoy qaytarilish yo'li to'salgan bo'ldi. Bu naytim muhim bir qo'g'dinish yo'li. Xo'sh, undaqda men yana bir muhim savol so'rayman. Hozir sizlar deganlar bo'yicha o'tgan yil 9-oyda taqalgan bo'pti. Endi ya'ni shu yerdan boshqa bir Uyg'urlarningki xalqaroliq bir organga başvurish yoki iltijo qilish yo'li qolmadimi? Turkiyada tavasida. Turkiyada
Şu iki orun var Türkiye'de. Birisi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Muhacirlar Ali Komisarlığı, İngilizce UNHCR deyimiz. Hı. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın şu dünyada hazır 70 milyondaki muhacirlar var. Şu muhacirlar köprek devlette bu orunun şubesini kurgan. Mesela Türkiye'de var, Arap Birleşme Halifeliği'de var, Mısır'da var deganday. Mısır'da mı ba? Mısır'dan var, Kahire'de var. Mısır'da bunun iltimas kılgan qarindaşlarına materyalları man keldi. Bak. Hatta Dubay'dan batı, Dubay'a iltimas kılganlarının bir işki Uygur'unu Dubay hükümet kaytırıp etti. Şunlaşka Dubay'da hazır Uygurlar bulmağaçka bunu eskertişimizden anlayıp Afganistan'da var mesela. Nurgun devletlerde var. Dubay'dan Xitay qaytırıp etdi. Kaytırıp etti. Onun bir yıldan işip kaldı. Şunlaşka bu bir halkaralık Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bekitken... Afganistan'dakini dep besle. Çünkü Afganistan'ın Kabul'da var. Kabul'da. Yani Afganistan'daki qarindaşlar bu... UNHCR dep böyle UNHCR.org dep kirse bu uçurlar çıkıdı. Hazır men tor arkalık menen kıla alayma. Eğer bir tayarlıksızlar çıkımız bu gapni değişip kaldık. Mening biraz vaqtim qısa çıkar. Onu men program tuganda aralıqda vaqt çıkarıp bütün şu Uygurlar ultraqlaşkan devletdeki UNHCR'ның şubelerini birden men Facebook'a çıkarıp koysam buldu. Ayet yaxşı. Allah razı olsun. Çünkü mening Afganistan'dakini soruşumda Afganistan'da mı qiyinlab qalayotgan Uyghur qarindaşlarımız bolganligi uchun yetkillenmeyotgan qo'lida hech narsa yo'q bolganligi uchun u yerdikini deb berishimiz intayin muhim bir şu qarindaşlarımız. Afganistan'da mana materyalni ilagan bir qarindoshimiz var. Ulardan materyali bende var. Lekin hazır mesela Kanada bilan bu meseleni kurashganda mı Afganistan'da şu 11 sentabr vaqasidan keyingi urushlarda jiq adam kelib ketgani uchun hazır Afganistan'dan adam qabul qilishni bu g'arb davlatlarini belgili davlatlar bo'yicha qabul qiladi ekan, belgili soni ishib ketgan ekan. Bu Afganistan'dan iltimos qilgan Uyg'ur bu deb baxtiq shuna bo'lsa Afg'oniston degan kategoriya bo'yicha muomala qilgan ekan. Şunlaşka hem de Afganistan'dan adam elişte biraz qiyinchilik bo'lyapti. Kanada'nın qabul qilishi da hem de UNHCR'ның qabul qilish qilmasligi ayrim masala. Lekin şu Mısır'da var mesela. Hazır biz o kadar beçaralet küçük kaldık ki. Hazır bir qabul qilmasa mı meyli aletde. Zaten burundan çıkıp bir qabul qilib ketmeydi. Mesela Türkiye'de uyanın vaqt uzun so'ralab ketadi degan gaplarning o'rtaga chiqishida Türkiye'de 10-15 yil, 5 yil UN'ga başvurup hech qanday natijalanmagan Uyg'urlar ko'p bo'lganligi uchun u amaliyotni degan shu vaqtida. Ammo eng muhim masala bir nimaga erishalaydi. Masalan bir qo'g'dinish qog'oziga erishalaydi Türkiye'de. Xo'sh, şu vaqtida biz Türkiye'den iqomat olmaganligimiz uchun shu yerga başvurgan men shaxsan UN Anqaraga kelib men qog'ozni olgan, mening beshimdan o'tgan ishlar bu. Ammo qabul qiladi deb umid kutmaganmiz. Faqat bexatarligimiz nimaga ega bo'lsin dedik, ammo qabul qiladi deb umid kutmagan. Xo'sh. Ya'ni u Afganistan'da eğer ularni bir davlat chiqib ketmagan taqdirdami Xitoyga ketib qilish ehtimolining oldini olish uchun deydi. Oldini oladi. Chunki Xitoy qarshi panohlik tilagani uchun panohlik tilagan davlatga xalqaroliq min bo'yicha endi u qaytarilmaydi. Bunu qo'g'dinish endi. Temimizdan bir kelishimiz şu Zinnetgul meselesidan keldi. Yani Türkiye'de bir Zinnetgul qaytarildi. Yani minglarcha Zinnetgullar bor Türkiye'de. İnsanlarımız hazır yani bularning tutayotgan yo'li Türkiye'de uzun müddetli ikamet iltimos qilsak tashkilotlarimizning menayotgan yo'limiz shu va qo'ldan kelganimiz shu. Bular ikamet olib bersak, vatandaşlık bersanlar u bu degandek. Lekin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup hazır lagerda turayotgan, Tojikiston ko'rib, yarın Xitoylar tarafidan tutib ketilgan insanlar yamanchiq. Şunlaşka bu meseleye kelganda davlatlarning özünün fuqarolarini qo'g'dash qobiliyatiga qaramasak bo'lmaydi. Chunki Xitoylarning hazır O'rta Osiyo, mana hazır o'sha Xitoyning qo'llagan 50 dan ortiq davlatga qarasak, hammasi O'rta Osiyo davlatlari, musulmon davlatlari va Afrikadagi ba'zi davlatlar, ya'ni Uyg'urlarning ko'proq bizning vatanimizga qo'lim qo'shni bo'lgan davlatlar ekanligini ko'ramiz. Shunlashqa yani yalnız ikamet iliş bilen, onun bilen, bunun bilen bu tugaydigan iş emas. Yani qo'g'dinish birinci omil. Bu yerda mesela Avustraliyadagi Saddam degan qarindoshimiz
bir davranlarını kıldı, özünün ayalı bolmay keliş üçün. Hiç olmasa Avustraliya hükümeti ministerler seviyesinde anladı abalının davasını ve Xitay hükümet bilen bunu paranlaşıvatıdı. Yani devletlerinin özünün fuqarolarga egi çıkış istekleri ve iradesi okşumaydı. Şunlaşta bu yer kelgende bizning qarindoshlarımızdan Birleşken Devletler Teşkilatı iltimos qilingan ayati shunlar ol degan gap emas. Qo'g'dinishga erishsizlar. Xitoyga qaytib, Xitoyning do'zaxga ketishining oldini oldi. Bu eng muhim narsa. Mazmunatgul vakasi shuni ko'rsatdi. Anadan keyin hech bo'lmasa iltimos qilgandan keyin vaqt keldi bir yerda yo'llarni minib, bularni ya tizlab keldi ya 3-davlatga ochiq qilib oldi. Birleşken Devletler Teşkilatı'da hazır 65-70 milyon adam var. Türkiye'de bazı qarindoshlarimiz voy saqlayapmiz deydi. Türkiye'de 5 yıldan beri saqlayotgan Suriye'den, Üyebiye'den kelgan insanlar var. Bunu o'zlarini ko'zlari ko'rib turibdi. Yani qandaqdi g'arb davlatlari bularni o'rinlashtirmayman degan uchun emas. Yani g'arb davlatlarining bu belgilik to'yi nima deymiz, nemiz to'yib qoldi, qabul qildi, qilyapti. Shu qabul qilgan bir qanchalar g'arb davlat qabul qilyapti. Ama iltimos qilgan kishilarning soni jiq. Hazır birden-bir şu köşmellerini biraz kucak açıp evatkan devletlerden uçuk aşkarıma olamen dep nimkatkan Kanada var. Kanada'nın her yıl elevatkan belirlik şeklimiz var. Yani turizmin etrafında salayetlik, texnik jihatdan, hem jihatdan yetişken özlerinin iş gücüge cevap verelaydigan şundak adamlarını oludu. Bularning bu qabul qiladigan kategoriyadagi nomzodlardan en az 1 milyonu şu sistemini saqlayotgan bo'lgan 2-3 yildan buyon iltimos qilib, ming qachon navbatchilar ketib. Yani Kanadaning edam ilishida bir edam kamchiligi yo'q. Shuni tanlab oladi. Allaqachon shu iltimosda quyruq tutib, navbatini saqlayotgan 2-3 milyon adam Kanada kelmanda iltimos qilayotgan bularning ma'lumot ambirida insonlar bor. Lekin her yıl aldığın adam. Bizning bugun temamiz Zinnat Gulida. Men nima to'g'riliq mana kirib qoldik. Birozdan keyin mush to'g'riliq men bir savol so'raydim. Men hozir so'rab o'tay shuni. So'rab o'tgandan keyin biz Kanada masalasidan bakrak mush Zinnat Gul masalasiga markazli shaylar. Kanadaga tizimlatgan kishilarning ahvoli qayerga keldi? Ya'ni qanday bir jarayon bo'lyapti? Uni so'rab o'tay. Shuni bilan uni munosib savol tugaymiz. Yani bu hakkında yakında ben yaxshiroq bir doklat bilan pat yakında nem qilaman. Buni qurultayda deyishyapmiz. Lekin ba'zi televizorlarda, ba'zi internet sayfalarida o'zini bilmaydigan odamlar har xil paranglarni qilyapti. Hech ishdan xabari yo'q. Anadan keyin hatto bu uchurlarni bir yerlarga ba'di deb aymanmasdan shunday degan insonlarmi bor. Birinchidan bu uçurlarını içeri bermeyimiz, bermidik. Biz o uçurlarını bir yere bermesek mi, Xitayda bu qarindoshlarning uçurlarının hemmisi var. Bular osmondan kelmagan, Xitoydan kelgan. Şu Xitoyda bularni ota-ona urug' tuqqanlardan boshlab 73 bularni uçurlari bor. Bularni diplomlari bir yerdan kelmagan, bularni pasportlari bir yerdan kelmagan. Yani bu qarindoshlarimizning yani bundaq xiyollarni qilishi yomon niyatning ifodasi. Biz hayotimizda shu xalqimizga yordam qilaylik deb mush uchun hayatımız müşahit geldi. Hazırgacha Allah'a 100 ming mertebe şükür xalqimizning oldida yüzümüz tövellaydigan bir iş qilmadik. Bundan keyin Alloh nasib qilmasin. Har qanday qiynab oldimi xalqimizning gerçi ular bizni yaxshi ko'rmagan avvallar bo'ldi, bizni har xil ayblagan, lekin biz shu xalqimizning da'vosi kelganda, xalqimizning manfaati kelganda hozirgacha mayli xalqimizning oldida, mayli Allohning oldida yüzümüz tövanga qaraydigan, ya qaraydigan bir ishni hozir ish qilmadik, bundan keyin qilmaymiz. Hayatımız shundoq o'tdi. Buningga Allohga 100 ming martaba shukr deymiz. İkinciden bu insanlarni tizimlagan bo'lsak, ba'zilar tizimladi, aqay ko'kay deb har xil tizimlagan bo'lsak nima bo'ladi? Hozir hech bo'lmasa qo'limizda 11800 odam bor. Bular yo'qolib ketsa, shularning uchurlari va surishtirishni qila olamiz. Agar tizimlamagan bo'lsak-chi. Hozir Uyg'urlardagi masala beshi bosh tag'liq. Nerede qanchalik odam bor, bir-birimizdan xabarimiz yo'q. Men Zinnat Gulning voqeasidami, hadisi buni surishtirmagan bo'lsa, qo'lim qo'shnilari bilmaydi. Bilmaydi. Şu tizimlamaganlıktan, birbirimizni bilmegenlikten kelib chiqqan masalalar. Bu eğer Türkiye'ye biz evetken qarindoshlarning vaqti va nimasi yetarli bo'lgan bo'lsa, asl Türkiye'den 40 ming odam tizimlanadi. Hech bo'lmasa bu qarindoshlarimizning
materialları hatırlayacağım bir yerde bir arxif bulup özümüzün milli baylığımız olup saklanatdı, ertegen sürüş tutuldığanı paydalı kalattı. Hem devletlerge taxtattık bunu. Mani qabul qılыңlar, ani qabul qılыңlar deb. Hazır kolumuzda elaka özümüzün insanlarımız hakkında yeterlik elaka database deb koymiz, elaka ma'lumot ambrimiz yok. Endi şunu quravatımız. Mesela elaka guvalık belgeçilerinin guvalığını emdi retlavatımız. Qancha qarindoshimizdan kimlari nerede tutuldu, kimlar yo'qolib ketdi. Mana emdi tizimlik jadvallarni tuzab qilyapmiz. Yani bu tizimlashning o'zi bir narsa emas, necha vaqtdan beri qilinmagan kam bir bo'shliqning to'ldirilishi. Buningga shunchalar fidokorlik qilib, insanlarımız şu yerga berib, şu qarindoshlarımizning, mush qarindoshlarimiz yordam qiladi, shuni qilgani uchun oldinlar rahmat hissa qiladi. Rahmat etishimiz kerak. Çünkü bu qarindoshlarımizga nim bo'ladi. Bu qarindoshlarimiz ishi mengiyotidi. Şu 5. ayın o'ttirlari Turkiyaga 3 oydan bari Kanada. Bir parlament a'zosi boshqa ommaviy tashkilotlarning o'sha refujiyalanishini qilgan. Shu yerga Uyg'urlar haqida o'zlari kuzatib, doklad belgili, ya'ni hukumat kabinetda boshlar muzokara qilingan bo'lg'achqa, kabinetdan to'xtanglar sizlarni bilib kuzatib qo'yganlar, zodi bu Turkiyaga Uyg'urlar qanday Uyg'urlar. Kuzatgili bordi. Bular hukumatga bir doklad berdi. Qanday doklad berdi, uni men bilmayman. Çünkü bularning bir kuzatkini var. Bular vay biz Kanada hükümetini keldik bizga bir dert etinglar deb qolmaydi. Normal infrastrukturni berib, insonlarning ishchini minboshini kuzatkini bordi. Safakö'de Uyg'urlarimizdan qanday Uyg'urlarni ko'rdi, Zeytinburun'da qanday manzaralarni ko'rdi. Ma tarafdan o'ylashimiz kerak. Bir davlat o'zining adminavati bir doklad tayyorlatib qo'ygan bo'lsa, demak ki ba'zi narsalarning menvatganligini ko'rsatadi. Anadikin yaqinda manbaga uchur bo'yicha hamda Kanada'nın milli istihbarat deyimiz siz. Bunun da hükümetinin şu Türkiye'de Uygurlar hakkında bir xatarlık hakkında bir doklad bersanlar. Degan bir talebi var. Yani Türkiye'deki Uygurlar bu işte bizga qanchalik hamkorlashyapti, moslashyapti. Bu savolni so'rash kerak Turkiyadekilar. Bu savolni so'rash kerak. Mening mushu yani biz Uygurlar tunigandan bir musulmon bo'lmadik 5-6 yildan buyon. Biz Sutuq Boraxon davrida 915-yil İslamiyetni qabul qilgandan buyon elhamdülillah biz musulmon. O'zimizning urf-odatimiz var, an'anamiz var. Yani İslamiyetda hali sog'lom musulmon Uyg'urlar. Ama Türkiye'de bo'lgan ba'zi bir ahvollarmi bor. Bu reallikni qabul qilishimiz kerak. Bu Türkiye'deki bu bo'lib o'tgan ishlar yolg'iz Uyg'urlarga emas, shu yerdagi musulmonlarga g'alit ko'rangan nurg'un ishlar bor. Endi g'arb dunyosi qanday ko'rinmoqchi? Bir Gollandiyadan adam borsa Zeytinburniga, Safaköyga, bir Gollandiyadan adam qanday ta'sirot ega bo'lmoqchi? Ya Uyg'ur musulmonlar shunda madaniy, shunda ixlosmand bir musulmon deb ta'sirot ega bo'ladimi? Ya boshqa turlikmi? Bunu mu o'ylashimiz kerak? Yani Uyg'urlarning tizimlashuvilarida shapqida avtomatik bo'lib ketmaydi, bir davlat o'zining adminavatidir, avatdi. Kuzatdi, ular bir doklad berdi hukumatga. Bizning shu yerlik Uyg'urlarimiz men necha yildan oylardan bir qaqshavatimi. Qarindoshlarimiz diqqat qilsin, musulmondak, yaxshi bir musulmondak yursin deb mening degan gapim shu. Ama insonlarning ko'ziga yoqmaydigan, sig'maydigan har qanday bir davlatda bir xil g'alitilik yo'l ochadigan narsalar bu g'arb dunyosida qanday bir ta'sirot paydo qilmoqchi. Buni ham o'ylashib qilish lozim. Bu to'g'risida yana azroq to'xtalamiz inshaalloh. Ma bir qarindishimizdan muhim bir savol bor ekan, naq maydonga telefon qildim, shu ko'chmanlik masalasi to'xshaydi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Alhamdulillah. Naq maydonga telefon qilibsiz. Ovozingiz yaxshi chiqyapti, so'rasangiz bo'ldi qarindishim. Gapingizni bosqisiz. Benim şu Mehmet Toktak'ımızın azrak soraydıgan bir meselerim vardı. Hoş. Şu telefon kılışımda bulup şu Türkiye'deki şu Birleşken Devletler Teşkilatı yani şu UN'ge başvurulan ve şununki tertibi doğruluk üzerine bir haberlerce düşengen bir işlerim vardı. Şunu bir düşendirgen, şunu bir azrak sorup bakaydıgan. Qisqartib tushuntirsangiz bo'ladi. Birinciden ben Türkiye'ninki şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki iş beceriş tertibini yaxşı sürüştürgen, özüm şuna yaxşı düşünme de böyleyim. Şu an şu halkımızın faydalanıp kılış için şunu bir düşündürüp kılışın doğru gördüm.
Türkiye'deki Birleşken Devletler Teşkilatı yani şu UN'ninki Musafirler Mahkemesi işhanesi aldığınız yılı şu 200 aylardan başlap yeniden tızımlaşını toktattı. Yeniden tızımlaşını toktattı. Ondan keyin şu Türkiye Köçmenler İdaresi bilen şu sistemni birleştirip Türkiye Köçmenler İdaresi bilen bir sistemde teng çıkıvatıdı hazır. Köprek şu Türkiye Köçmenler İdaresi kıvatıdı şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki. Şu musafirlik işlerinin köpreğini Türkiye Köçmenler İdaresi kıvatıdı. İki taraftan kıvatıdı bu ikisi. Onun ki yeni tızımlaydığı işlerini şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ankara'da işhansı vardı. Onu takıdı. Onun ki bu tızımlaydığı işlerini Türkiye Köçmenler İdaresi'ne ötküzberdi. Yani bu Türkiye'deki çoğun şehirler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Katarlık çoğun iktisadi şehirler, çoğun şehirlerden başka küçük şehirlerde normal tızımı alındı. Verip Köçmenler İdaresi'ne özünki teklifçi yaşavatkanlığını, üçüncü bir devletke çıkışını arzu kısa, üçüncü bir devletke çıkış için halkaralık qoğdunuşunu talep kısı bulduğanlığı veya ki Türkiye özüge müracaat kısı bulduğanlığı iki xil buldu ki bu müracaat kılış. Birisi üçüncü bir devletke çıkış, yani birisi Türkiye özüden müracaat kılış. Şunu kata ular küçüklükte bir mülakat kılıp, onun keyin ikamet, pasport işxanla neyse ketmeydi bununla. Bulutmuş ikameti ba, uzun dönem ikamet olsun, her kadar şekilde ikameti ba, insanlar bunu başvurup bunların musafirlik kimliğini alamayırken, onun çok olmadı ikameti bulması gerekiyor. Pasport bulmasın bulurken, onun ki kapat gelgen ekvallarını, onun keyin kan nemiş boğallıkını, özünün vatına kaysı kandak bir ekvallar bulduğallıkını bırak o yüzdeki soraydıken, desafı belki tepsili sormaydıken, onun keyin bula 6 ay baktan olmaştırdıgan köçmenler musafirler kimliği yani şu halkaralık qoğdunuş başvuruş kimliği edip koyduk bunu başta kimlik verdi 6 ay bir almıştırdık onun için şu şehirde onun için 15 günü birden şu şehirde tutuş gerekiyor 15 günü birden yoki bir ay birden imza etip kıldıgan işler bulduk yani bir hataya tekşiriş degan şu okşaydı onun için ma'lum vaqt o'tgandan keyin bular yana muloqotga chaqirib haqiqiy bo'lgan ahvollarni tafsiliy so'raydigan undan keyin shuni ahvolga qarata bu iltimos qiluvchininki ahvolga qarata buni qaror bergani buni qabul qilish qilmaslik bunga ya'ni musofirlik salohiyat ya'ni shu refugee status berish bermaslikni bu qaror qildigan buni ko'pincha ko'chmanlar idorasidan qildigan shu kichik shaharlardagi agar bu bo'lsa refugee status berdigan ya'ni musofirlik salohiyat berdigan yani ikinci kadem keyin üçüncü bir devletin kabul kılınıncı kadar işte saklayırken şu şehirde turuş gerekken eğer başka şehirlerge tukalları bulup bir yer götürmek olsa şu tertip boyunca resmiyetini, kimliklerini şu götürüş iltimasını kabul olga yakın bundak götürürken asasi tertibi şuken hem de. Onun için Mehmet Toptakımızın soraydıgan gitsin bu Mehmet Toptakımız ben Türkiye'ye kelgeli 4 yıldak oldu. Ben kelge vaktinde anlamaktan Mehmet Toptakımızın gittiğini. Dastlab qolgan vaqtimizda bir 50 oylik Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, mustaq bir 300 odam bo'ldiki, shularni bir yo'tkigan bo'lsa Kanadaga degan gaplarni anglab, biz bu materiallarni shu vaqtidan boshlab tayyor turgan Mehmet Toptakimizga. Keyinidan ondan keyin Misr vaqasi bo'lgandan keyin, ondan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın geçiş vaqti chiqdi, Mehmet Toptakimizning bilan chiqqan murojaatlarini so'zlarini olgan bo'ldim. Şu Birleşken Devletler Teşkilatı'na başvursanlar mandak buldu deb. Şunlar o nurgun kişilerimiz, nurgun Uygurlar başvurgan boldu. Hem de uçakta Uygurlar bazen düşünmeslikle, hem de o Paraspurs'tan bir ajınla çıkıp kaldıgan şok şeydi deb oylap. Nurgullar başvurup başka küçük şehirler ketip, iş tapamay, kıyınılıp, İstanbul'da da bir kıvatkan işleri de mesela vazgeçip, ketkeldim bekçik oldu. Bazenler öyleriniz, maşırlarınız setip tutmuşunda ketip yani satkan pullarını hacılar bir ayarım jil yetip hiç kanda haber yok. Yani pakşap kaytıp geldim anlagan bulduk. Bu şekilde devamlı şartıda Türkiye'deki BDT başvuranların şekli. Benim bilişimçe hazır bir 20 aile bağı yani Türkiye'de. Hakikaten şu musafirlik salahiyet, musafirlik kimliğine turvatkan. Onun için Mehmet Toptakımız şu vakıda digen nimisi de Mehmet Toptakımız şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki mülakat çakağa vaxtıda Ceneva'nın kabul kılışını kol peltürüp sızıltı için ve yardım kılalayma onun için refugee status verilgenden keyin Kanada'nın kabul kılışını ve yardım verilme yardım kılmen de başta digen algan buldum. Keyinizden aldığım kızılı Kanada hep tızım atkan bol diye bir kardeşimiz.
ularni meni tushlarning materialları bağ oldu. Ama Mehmet Toktakımızdan bezelden alsam izchil aloqalashib mushtaq ahvollarni degan bo'pti, kendim bir javob kelmagan bo'pti. Undan o'tganda anlasam Kanadaniki bir sponsorlik bir ishi bor ekan, ya'ni shu refugee status bor. Turkiyadagi shu BDTga başvurup refugee status olgan bexatarlik tekshiruvdan o'tgan oilalarni Kanadadan hamda sponsor, ya'ni 5 oila Kanada'da 5 adam tipi olsa, Türkiye'deki şu misafirlik salayeti bir aileni sponsorluk derse bir ay 2 yılda olduğun onun için 5 adam çıkmagan takdirde mi bir ommaviy teşkilatlar, yani çerkov, mescid qatorliq şu misafirlarga iqtisodiy kepillik berilgan işte ommaviy teşkilatlar sponsorluk derse yana umumda tiz buldu ekan to'plansam surishtirishimcha. Şu an takımız muştoğuluk izin taqqanmidi, Türkiye'deki 10 ailelik yana bilishimcha hozir şu refugee status, yani musafirlik salohiyati chiqqan 10 ailelik Uyg'ur bor hozir. 10 ailelik yaqin, yani 50-60 kishi chiqadi. Bularni normalda Kanadadagi bir ommaviy tashkilotlar, cho'nqaroq ommaviy tashkilotlar uchun hech qancha gap emas ekan, 50-60 odamga sponsorlik berish. Uyg'urlarga Turkiyadagi boshqa tizimlangan ahvollarni anglagan bo'ldik, bizim tizimlangan bo'ldik, ama onun amalga ishish nisbati nihoyat tuvan hamda reallik amalga ishish nisbati tuvan bo'ldi ekan. Lekin shu sponsorlik kishi bo'libmi? Birleşken Devletler Teşkilatı qabul qilib qo'ygan oilami? To'g'ri, 10 dak oila bor, shu refugee status. Bo'pti, shu uchurni sen menga yo'llab bergan. Men Turkiyada mendan aklıma çok bilmedim. Shu uchurni menga yo'llab ber. Buldu men bir surishtirib qo'yay, ama uchurni qabul qilgan Birleşken Devletler Teşkilatı ularga UN mandated refugee status deb bir nimberdi salohiyat berdi. Agar şu UN mandated refugee status degan, ya'ni Birleşken Devletler Teşkilatı bekitgan panohlanuvchi degan kenishkisi va Uyg'urlar bo'lsa, shu uchurman kerak. To'g'ri. Uni ham turkcha shartli multeji deydi ekan, turkcha shartli multeji status deydi ekan. Mayli, shu mandated Birleşken Devletler Teşkilatı qabul qilganlar bo'lsa, shu uchurman kerak. To'g'ri. Onundaki mening ham o'ylig'im qanday desangiz, men to'xtatam. Turkiyadagi ham tizimlar qadam nurg'un bo'ldi, o'nmodek bo'ldi. Oshnoldiklar his qilishimiz bo'ldi. Uyg'ur, Turkiya turgan Uyg'ur qarindoshlar qanchalik intilganligini, qanchalik talpinganligini shuni his qila olamiz biz, qanchalik ehtiyoj ekanligini. Buni qanday bir unumli bir amal qilish kerak deganda men tushundim. Uni men har kuni mush ishlarning nimasida. Aslida bu shu tizimlagan Uyg'urlar haqida men bir narsa tayyorlayapman. Yaqinda bu haqida shu ishlar nima bo'ldi, nega keldi. Bu haqida men ma'lumot bermayman. Men programning beshidami shuni alayda deb qo'ygandim. Elke sen degan masalan shirkatlar yoki 5 kishi, 6 kishining ularning hammasini biz bilamiz. Bu programmalarni bu nimani boshlaganda ularni bilmaymiz emas, bilamiz. Lekin o 5 odamning bir odamga, bir oilaga sponsor bo'lishining sharti bor. O shartni hozirlagan Uyg'urlarimiz oz. Anadakin shirkatlar boshqa shu sirtdan refujilarni Kanadaga ekilish uchun yo'llanayotgan nurg'un tashkilotlar bor, muhojirlar tashkilotlari. Bu tashkilotlarning qo'lida hozir 2 yil ichida liqla o'zlarining kun tartibga olib qo'ygan nimalari bor. Ular bilan biz jiqlar bilan aloqalashdik. So'nashki bu xeli bir cho'ng tema bu. Buni bunday deb kelgan ish emas, ammo Uyg'urlarning tizimliga Uyg'urlarning ishi biz buni tizimlagan Misrdan o'quvchilar ketishdan burun men bu Birleşken Devletler Teşkilatı'ga iltimos qilish chaqirganlarni jiqroq bo'lsa, Januar qilib mushularni tiziltish. Uningga xeli jiq yo'lmangdi. O Januarga dolqunli bir ishqataba bor qurultay raisi. Bu jiq yo'lmangdi uningga. Hozirgi masala nima bo'lsa, Birleşken Devletler Teşkilatı'ning nimasida qo'lida night siqilib, yig'ilib qolgan nima dosyalar bo'lg'achqa, u jihatdan bular birsi bu Uyg'urlar undaq sen degandek jiq iltimos qilmadi, menga kelgan uchur, menga yo'llangan Birleşken Devletler Teşkilatı'ga iltimos qildik deb kelgan uchur Misrdan, Arabistondan, Dubaydan, Turkiyadan bo'lib, hatto Afg'onistondan 253. 253 oila a'zolari bilan birga, ya'ni 253 odam. Shunda bo'lgani uchun agar menga yo'llamagan bo'lsa bilmadim. Bulardan kim menga ayrim xat yozib, aka biz bekor qilib deganlar xilijiq, shu hozirgi shu salohiyatni saqlab qolgan Birleşken Devletler Teşkilatı'ning 83 odam.
o tizimlikten hemmesinden mandala alakalarını uçurdu mene haberim var. Tamam, O işlerini bunun detayını yana bir qetim programma qilayli Mehmet To'xtatdan. ayrım değişmesek bu çok mesele. Bu jiqga. Onu yani bu ilaka tizimlaşmalarla emas. Men bayatım bir narsa dep ketdim. Kanada'dan 3 aydan bağda bu oyunu qılıp amide ular. Türkiye'deki Uygurlarını bir yerde kabinette bu mesele değil gün için. Biz 4. ayda Kanada'da Köçmenler Minister Yardımcısı bilen köreştik. Bundan burunmu köreşken bu hükümetin haberi var bu işler. Hükümet hazır biz Uygur'unu almayız demedi. Kanada her yılı 70 bin panalanıgıç kabul kılıdı. Mandak şartlar bilen kabul kılımız dedi. Biz şu şartlarga toğırlap bu materyalını kıldık. Kıygan bilen hem Kanada bir devlet. Özlerime edemevatip tekşürüp yer Uygurlarını ahvalını erdinlerçe bizge deyilgendek mi? Bunun içinde çürük almalar var mı? Digendek bunlar küzetkili edemevatip bu adamlar hükümetke döklap verdi. Muşu tizimlatqanlar meselesini aldığımızda bir programma qilsa qanday bo'lar? Mehmet To'xtatdan. Onu bir nim kılayım ben bir materyal tayyorlayayım. Çünkü vaktimiz kısalap qılıp Bunun Şolaşta bu köçmenler meselesini bir yerde tepsiyle kumayma değişilmesi yapışır. Bunun keyinden bir programman batı, onun için biraz aldırıp qılıp hem. Qarindishimiz sizlar Allah razı olsun abayqi nimani deb berganliklar uchun, ma'lumot berganliklar uchun. Boshqa qaytib qo'yilgan so'zlar bormi? Qisqa ama. Başka gaplarımdan şu ayrım bir program sana şu canlı. Bo'ldi, menchi Mehmet To'xtatdan bilan bir ayrim programma qilib, mana bu Turkiyadagi Uyg'urlarning ishini rasmiy o'ylashga yak keldi, chunki men bildigan narsalarni bu yerda deyishga petinmayman, chunki yana fitna fasod, qorong'ulik, tashvish, qo'rqinch, ensizlik paydo bo'ladi. Buning uchun yani ben bir narsani mishada qistirib qo'yay. Muşu işini biz 2-3 yıl burun tahmin qilib Türkiye'deki Uygurlarımızla bir şunday kun keldi deb 2-3 yıl burun biz bu işni ma'qul qildik. Şu o'tgan yil biz tizimlatganda ma qarindoshlarimiz bildi qanchalik salbiy tashviqotlar olib ketdi. Voy aqlida Xitoyga beradi, kek qiladi deb deyilmagan gap qolmadi. Biz aşağıda qarindoshlarımızning holiga haqiqatan yurgimiz yetishgani uchun eng muhimi shu yerda farzandlarimiz var. Bu farzandlarimiz yetishish kerak. Yaxshi bir hayotga erishish kerak. Shuni o'ylaganimiz uchun biz safarbar bo'lib, ota-aytan shu qarindoshlarni oldiq edemevatib, bu ishlarni qilyapmiz. So'nglashda bu bir ayrim bir narsa, bu cho'ng tema bu. Bo'layotgan ishlar va endi men shuni deganimda, bayatına qarindoshimizmi dedi. Hozir endi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iltimos qilsin deydiganlar chiqdi. Ya u iltimos qildigan ish, o ishxona taqaldi. Uni da xabar yo'q, torbetga qarablar qarindoshlarimizni qaymoqtirmayli. Ötken yılı 9. aydan başlap Ankara'daki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın işxanası taqaldı ve bu iş veriş nemisini Türkiye İçki İşler Ministerliği karmağındaki köç idaresi ötküzüp verdi. Qarindoshimiz o'xshash gapni da'vatidi, men o'xshash gapni da'vatiman. Ya buni bir qancha qarindoshlarimiz o'tirib qo'ygan edi, hamda balkim ular bilinmay qolgan bo'lishi mumkin. Ularni aktiv xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz bilinmay qolgan bo'lishi mumkin. Taqalganligini. Mesela nima bo'lsa, İstanbuldan Ankara'ga uyoq berish uchun 1000 kilometr berib keladi. Beribla yo'qkan quruq qo'l qaytib kelsa, umidsizdan insonlar. Yo'q, tunugin bir qarindoshimiz nima İstanbul Qumqopida bir shuning ishxonasi bor degan bir gapni qilgan edi. Balkim bilim taqalib ketganligi. Ankara'da bir ishxonasi. İstanbul'da yok mu? İstanbul'da. Yok. Ben bilgenim yok. Qisqartib desiniz qapanmay. Bo'ladi. So'zlang. Siz hazır dediniz mi İstanbul Kumkapı'daki digini şu köçmenler idaresi mi bulup bu çoğu şehirlerde bulup bu musafirlarının işlerini kıldırganlar köçmenler idaresini ayırıp etken için. Normal adet ikametin bicirliğe bilen bu köçmenler musafirlarınkini bicirliğe ayırım. Bu Kumkapı'daki İstanbul'daki bütün musafirlarının işini bicirliğe yapıyor bu. Aşağı beri İstanbul'da olurken İstanbul Katarlık çoğu şehir çoğu iktisadi şehirler kubul kamayırken onların şu küçük şehirlerge buyuruyorken. Yani küçük şehirlerge berip şöyle başvurdu çünkü çoğu şehirlerde musafirler de çıkıp ketken. Küçük şehirlerde mi bamike o işxana? Neysiz? Küçük şehirlerde mi bamike o işxana? Şehirlerde normalde küçük şehirlerdeki hem köçmenler idaresi bicirdi. Küçük şehirler musafirler az olan ki normalde işte bir köçmenler idaresinden bicirdik ya. Ve çoğu şehirlerde adetki ikamet aldıgan musafir imlen çıkılan diken şu an adetki ikamet aldıgan köçmenler idaresinden musafirlik işini bicirdiğin köçmenler idaresi ayrı kıldık yani. Buluk Ankara, İstanbul diyenler şu. Yani ikamet alanmagan pasport ikametsiz bulmagan qarindoshlar şu küçük şehirlerge berip başvuruş ihtimali var mı? İhtimali var. Şu ikameti yoklar. Buluk için tavsiye yaptılar. Çünkü şunun başvurup şu kimlik alalga vaxtıda
bütün şu mekmao nimeler haksız bulundu. Doktorxan davalanışlar haksız bulundu. Terzatları ayet bulundu. Mekteplerde okusu haksız bulundu. Bunu Suriyelikler kandak Bekirman bu atkan bolsa şu Türk vatandaşları şunu okşa cıkışlardan Bekirman bularaydı iken yani düşünce. Şunar kum İstanbul'daki kayındaşlar kum kapıdaki şu göçmenler idaresi berip şu yerden sürüştürüp baksın buldu. Aşağıdan bir tarmak hesap için. Benim bir sürüştürüp baksın buldu. Buldu rahmet sizge. Onun için Hüseyin Tecelli efendim ahırda bir izah edin batı izahlayın. Vakit. Rahmet. Menin deydiğim Mehmet Doktorlarımızga Türkiye kayındaşlar pek çok ümit kütü vardı dostlardan. Sizler deydiğimiz sizler davayanlarda samimi bolsanlar. Yani şu tizimliğe işlerenlerde hem işlerenlerde şu Uygurlara, Türkiye kayındaşlara da yardım kılığa işlerenlerde samimi bolsanlar. Türkiye'deki refuji statüsü çıkan şu 12 aylık Uygur'un işini aldı da sponsorluk olsun şu asan yolla arkalık bitirip yapmansanlar Uygurlar bu yol çıkıdı hem çünkü Türkiye Göçmenler İdaresi Uygurlar'a çünkü istaj kılıp refuji statüsüne pek uzun sözmay veriş mümkün ağır buldu da parayla ama şuna bir amal kılgan bolsanlar hem asas deyilgan şu mesela Birleşken Devletler Teşkilatı kabul kılgan bolsa şu kabul kılganlar kağızdaki kopyası. Abay bunu Mehmet Doktor efendim dedi aşı materyalımı yollap bering dedi. O Türkiye bilen bulmaydı. Bizge şu narsalar gerek. Yani ben bu yerda bir gapni qistirib qo'yma bu Yevropa, Kanada, Amerika ma tarafından biz bana 11 yıl olib qoldi ma Yevropada yashayotgandik. Bir ish faqat ishtik bo'lmaydi ekan-chu. Türkiye sistemisi bo'lmaydi ekan. Beriplam ko'rishadigan, beriplam qildigan ish bo'lmaydi ekan bu yerda. Bu yerda bir doktorxon oddiy bir qo'sqa ag'rib qolgan odam ma qo'sqam ag'rib qoldi deyishdim. Demakchi bo'lsakmi ba'zi 3 kun yoki 1 hafta burun ma qo'sqini ag'rib qolganligi uchun 1 hafta burun doktorxona telefon qildigan ish ekan-chu masalan. Unda cho'ng ishlar, u bir davlatdan bir taladı qalğan yoki bir insonga kelib uning davlatini beqish uchun u davlat uning uy lazım, uy topudu, maaş topudu, belediye shahar topudu, bekjiq ish uchun bir adam uchun. Masalan 5 adamni Guantanamodan aketkichi tas qoldiq qirib o'lib ketdilar 5-6 yilgacha hech yerdan davlat chiqmay, hozirmi bu? Taylanddagi qarindoshlarımizga davlat chiqmayotdi go. Masalan, bundan ishlar chiqqan, gapni uzatmay. Yani bunu mu düşünüş lazım? Yani Qurultayning qilayotgan xizmatlarini, ma'lum tizimlatgan ishlarni biz sabrchan bo'lishimiz kerak-ku ba'zi. Ama bir yerden başlanmasa turib qoladi o ish. Bizning nimlarimiz bir başladık. İnşallah bu ish natijaga chiqmag'icha biz to'xtamaymiz bu ishdan. Bu Türkiye'de qarindoshlarga shuni men aniq deb qo'yay. Yani samimiyatdan bak ixlosmonlik bilan qilyapmiz. Yani o'zimizning manfaatidan voz kechib, mush qarindoshlarımızning birasi diniy jihatdan eng katta savob deb qilyapmiz, ham milliy borchimiz deb qilyapmiz. Bo'lmasa bu ishga birisi pul vermaydi bizga. Mani aniq deb qo'yay. Shu 11.600 qarindoshlarımizda 125.000 bet materiali keldi. Kelgan materiallarimiz o'lchamsiz. Şu 11. ayda kelgan materialni 4. oygacha bu Kanadada 11 kishilik qarindoshimiz kunduzi ishlab, kechasi uxlamay, şu kelgan materialni inglizcha o'lchamlik bir yerga bir sistema qurdik, xotirjam, bexatar. Shunga yuklashga 4 oy vaqt ketdi. Şu qarindoshlarımizdan kunduz ish var. Kechalari bolalaridan, oilasidan voz kechib shunday ishladi. Cho'lashqa bu ishda biz samimiyat emas, uningdan halqagan, yani ixlosmonlik bilan bu ishni qilyapmiz. Bo'ladi, rahmat qarindishim. Ismingizni so'ramadim. Telefon qilganingizga rahmat, ma'lumot berganingizga rahmat. Agar menga telefon nomeringizni qoldirib qo'ysangiz, men ko'chmanlar masalasida faqat bilinmagan qarindoshlar qolsa sizga uchqashtirib qo'yman, shu telefoningizni menga WhatsAppdan qoldirib qo'yamiz. Rahmat sizga. Rahmat Hüseyin efendim. Onun en ahir bir zatın bakyan sözün. Onun Mehmet Doktor efendimiz Türkiye kayındaşlarına bexatarlik teşhis doğruluk yapıldı demez mi? Şunu bir zat verip bu işin doğru gördüm. Hem de Türkiye'de nurgun kayındaşlarımız hem de Mehmet Doktor efendim digen oldu hem de şu İslam çekimlerinde kiyindi Allah köp hem de. Ama benim şahsi karşımca bu bexatarlik teşhisle bu İslam çekimlerinin bir vasıta alakası yok da böyleyim. Çünkü Türkiye'deki Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, Göçmenler İdaresi olsun, bexatarlik teşhis kavakıda şu Afganistan'dayız. Şu Suriye Katarlık devletlerine gelen nurgun musafirlerini ben görgen buldum. Şuların arasında tiz kubul buluşu, şu refuji statüsünden tiz iliş için bir xatarlık teşhisli, tiz ütüş için kriz belgelerini ise özünü Hristiyan köstüp erleri, kulakları ağaçta kalkılan, ister çarşlarını bu yapışta Hristiyanlığa okşa
tekshirishni yaxshi ko'rganda radikal ko'rinmaslik uchun başta qilganlarni anglab keyin ularniki pashuk qilib ularniki texnik bexatarlik tekshirishni o'tolmay ularni qaytirayotgan başta ayollarni anglabchi shunga endi bu ayollarning kiyib olgan kiyimi erlarning chastaqildan bek bevos munosib yo'q deb qarayman faqat madaniy ilmiy safoliq bo'lsak yurishtirishimizga alohida diqqat qilsak endi bu Turkiya nima bo'lsa qonun bilan ijro qilayotgan davlat endi o'tirib qo'yishimizga alohida diqqat qilsak endi uning bevos ta'siri bor deb o'ylamayman yana birisiga Turkiyadagi qarindoshlarni bexatarlik tekshirishni faqat va faqat Turkiya hukumati yoki Turkiyadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining musofirlar o'rni qilaveradi. Ya Kanada olsun ya Amerika olsun ya başka devletler o menimce kalalaydı da qaramayman onu bexatarlik tekshirishni chunki Türkiye'deki insanların to'g'ri xatolligini, aminlimisini Türkiye hükümeti qalalaydı ularni barmoq atqizib, imzo qo'yg'izib menimcha Türkiye hükümeti qalalaydı deb o'ylayman, Kanada ya başka qalalaydı deb o'ylamayman. Rahmat sizga, Alloh razı olsun. Telefon qilganingiz uchun. Rahmat. Rahmat. Bundan ketib qo'yadigan so'zlar bormi Mehmet To'xtapandi? Hozirgi gap. Ketib qo'yadigan narsam shu, Kanada albatta bexatarlik tekshirish qilmay ekanmaydi. Ular qanday qildi, nimaga diqqat qildi, ularning ishi. Biz u yerda ishlamaganimiz uchun ular nimani o'lcham qilganligini bilmaymiz, lekin yani insoniyatning umumimizda qabul qilgan bir ilchim bor. Ya'ni musulmonlarni qabul qilmayman deb din ayrimi, jinsiyat ayrimi, anadan keyin siyosiy u bu degandek mazhab u ayrimni qilmaydi Kanada. İnsan haqlari universal bayonnomasida ko'rsatilgandek asosliq haq va hurriyatlar nuqtasida u ayrimchilik qilmaydi. Musulmon ekan deb qabul qilmagan ishni qilmaydi. Ammo radikal ko'ringan har qanday ishdan yolg'iz bexatarlik organlari emas, nurg'un jamiyat ulardan uzoq turadi. Bu bir jamiyatda qabul qilingan bir norma endi. Lekin shuna bo'lsa-mu bexatarlik tekshirishni qanday qiladi? Aqirindishimiz degandek Turkiya qilamdi, birlashgan uni bexatarlik organlarida men ishlamadim. Ularning chunki Kanadaga masalan men birisini sponsor qilib, men kapolat qilib ekasam, Kanada shu kishini eklash uchun dunyoning nerede bo'lsa, Kanada shu kishini bexatarlik tekshirishini Kanada qiladi. Bu yerda shu Kanadada yashagan Uyg'urlarimiz hammasi biladi buni. Bo'ladi, rahmat sizga, Alloh razı olsun. Ko'chmanlar masalasida mencha yana bir qatim bir shada to'xtasin. Nim qilayli, bir program qilayli inshaalloh oldimiz zamonda. Xo'sh, men yana bir narsa so'rag'im keldi, abaylam yodimga kelgan, unutib qolmay xalqimizga ma'lumot bo'lish uchun. UN yoki bu Birlashmiş Millatlarning ko'chmanlarga mas'ul bu ishxonasi Turkiyaning atrofidagi, masalan, Qibrısda bormi? Qibrısdagi UN'dan xabarlar bormi yani? Qibrıs. Uni men har bir davlatda ayrim xabarim yo'q, lekin uni tekshirib birdan topib oldi. Yani un.org yoki unhcr.org deb shu inglizcha to'rbetga kirsak, shu yerda dunyoning har qaysi yerlaridagi tarmoq ishxonalarining adreslari, qaysi davlatning qaysi shahrida bor, hammasi nim bor unida. Uni u uchurlarni tepishtasimiz. Sizningcha Turkiyadagi Uyg'urlar UN ko'pincha başvuruş lazım mı? Başvursa elbette yaxshi, chunki boshdan oxir nima deyapmiz? Qo'g'dinish, huquqiga erishish Uyg'urlarning birinchi vazifasi hozir. Yani Xitoyga qaytarilishining oldini olish, bu yo'lni to'sash davlatning vazifasi demak, Uyg'urlarning vazifasi. U ishni qilmay turib, voy men paloniyaga tizim qilib qo'ydim, Pistoniyaga. O ishing tutkicha. Sening Turkiyada turishing kerak yoki bir yerda xotirjam turishing kerak. Sening bexatarliging kapolatga ega bo'lish kerak. Bexatarlik deganda Xitoyga qaytarilmaslik, Xitoyning zindonlariga tushmaslik. Bexatarlik deganimiz mana shu. Ya'ni shuni qo'g'dinishdagi birdan-bir qalqon, shu musofirlik iltimos qilish, panohlik iltimos qilish, Xitoyning hozir Turkiya u yerda chet elda yashagan har qanday odam qaytib qolsa, Xitoyning qanday muomala qilganligini bilgandan keyin Onu iniq, meydonni iniq qilib siyosiy panohlik tilash kerak. U uning shakli yoki UNHCR Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ishxonasidan bo'lamdi, yo Turkiyaning ko'ch idorasidan bo'lamdi, yoki boshqa davlatda boshqa qurumlar bo'lamdi. Ne qilsa, shu yerga panohlik iltimosi berish kerak. Panohlik iltimosi berganlarning Xitoy qaytarilishining oldi ilingan bo'ladi. Ben sarang davlatlar var, masalan, Arab Birlashma Xalifaligidek xalqaro qonun bilan chatg'i yo'q, andi buni qaytaradigan. Mesela Tayland'da bo'ldi, Qozog'iston qildi, lekin u umumiy ahvol emas, ayrim bir ahvol. Lekin umumiylik aytganda
Xitoy qarshi panohlik tilagan bir insonni Xitoyga qaytarish xalqaro qonunga xilof. Xo'sh. Zinnat Tursun meselesi keleli vaktimiz intayin az kaldı. Nima uchun Zinnat Tursun? Yani bu bir ichki balası var, bir masum. Yani masumluk meselesi de o ayrı bir mesele. Ben bilmeyim çünkü bu hiç alakam yok. Deymen ki bu bir ayal kişi yani. Türkiye'de ne adamla bağ, turmudu bağ. Aşlan Tacik bolalaydı. Özbek bolalaydı, Kazak. Nim bolsa boladı. Nima qilmansa qiladi davlat. Ama nima uchun bu Zinnat Tursun? Buningga bir nimalar bormi? Gumonlar bormi? Mening hamda xilma-xil bu ish bu fojia o'tirib chiqqan ekan, har bir Uyg'ur ziyolisi yoki shunga ko'ngil bilgan qarindoshlarimiz cho'qim belgilik bir o'y xayolda bo'ldi deb qarayman. Ya'ni ikki bolaning onasi yosh bir xonim qandoq bo'lishidan qat'iy nazar mayli Suriyaga bormidi. Agarchanda Suriyadagi ba'zi ishlarda gumon bo'lsa Xitoyda tutilgandan keyin qaytariladi yoki nima deb shu vaqtida qaytarilmadi. Chunki Turkiyaning siyosatini bilamiz. Nurg'un shu Suriyaga o'tish ehtimolligi bo'lgan chet elliklarni chegaradan chiqaryapti va shu fuqarolarning turishlik davlatlariga xabar qilganligini Turkiyaning bosh ministrining og'zidan nurg'un qatim angladik. 100 ming odamni biz mancha davlatga bildirdik, Suriyaga kirishining oldini oldik deb. Andan keyin Suriyadan kelganlarni Turkiya belgilik bir muomala bilan nima bir taraf qilib keldi. Endi bu Zinnat Tursun meselesida men ko'p ba'zi yozilganlarga qarayman, chunki bir odamning xatoligi bilan bundaq ishning bo'lishiga men ishonmayman. Chunki bir odamni, ya'ni ishga bolasi bilan üçüncü bir devletki çıkarıp ötüş, o bir adamның yoki devletning bir organning qo'ldan keladigan ish emas. Buningga Ichki ishlar ministrligi cho'qim aralashadi. Ko'ch genel müdürligi damliq cho'qim aralashadi. Tashqi ishlar ministrligi aralashadi. Chunki tashqi ishlar ministrligi bo'lgan avvaldan bunda nima qilsak, Turkiyaning Tojikistonning elchixonasi bilan aloqalashganligini bilimiz hamda. Bu rasmiy Turkiyaning hukumat organlari tomonidan berilgan ma'lumot. Shuna bo'lg'achqa bu yerda bir qancha davlat organidan bir odamla emas, 10 necha odam, hatto bir muncha bürokratlar aralashmasdan bu vujud chiqmaydi. Ya'ni bir jihatdan Turkiyadagi bürokratik ishlamlar nayta asta, nayta Turkiyada men uzun tug'an bir ish oldirab bo'lmaydi Turkiya. Chunki nayta asta Turkiyaning butun şu bürokratik işlemlere qarasak, bularda mesela sicil deydi, jinoiy ishlar oq ko'rinishi bormi yo'q. Andan keyin qayd tutdik deydi, tizimlash. Undan keyin tutanak tutdik deydi, u xotira qoldirish. Undan keyin onay deydi, o tasdiqlash. Undan keyin imzo deydi, undan keyin buyruq deydi. Mushundaq jarayonlarni biz tutadi. Ya'ni bir odamning bir varaqının bir ishxonadan bir ishxonaga o'tish uchun cho'qim qayd numarasi yoziladi. Cho'qim tutanak tutiladi. Sijil nimasi uningga qo'yiladi. Anadan keyin uni tasdiqlagan bir shaxs bo'ladi, shaxsning imzosi bo'ladi. Tushunami ya? Mushu bosqichlarni o'tadi. Ya'ni Turkiyadagi bürokratik ishlamlar hali ig'ir, unda chaqqonli bo'ladigan ishlamlar emas. Onun uchun bu bir odamning bir ishga bolasi bilan Tojikistonga yoki Tojikistonga Xitoy qaytarilishida birla o'rinning mundaqli bir buyrug'i bilan yoki bir shaxsning mundaqli savallik bilan bo'ldi deyish mening kallamga toz yetmaydi. Buningda nurg'unlagan hukumat organlarining qo'li bor. Bu mencha mayli xato bo'lsin, mayli to'g'ri bo'lsin, bu yerda hech bo'lmaydi deganda, chunki Zinnat Tursunning burungi nimalarida Xitoy kelgan davlati Xitoy bo'lib, olgan iqomati bor Turkiyada. Mushu bor turib, anadan bu qanday bo'lib Rahima Ahmadova bo'lib qoldi. Ya'ni bir odam Rahima Ahmadova desalam, Rahima Ahmadova bo'lib qolamdi. Tushunami ya? Chunki uning burun olgan Turkiyaning iqomatida Zinnat Tursun deb Xitoycha pinyin bilan yozig'liq. Shunlashqa bu yerda bir narsa bor. Qandaqli bo'lmasin, men Zinnat Tursun degan kimlik bilan emas, shu Rahima Ahmadova degan kimlik bilan
Tacikistan bir paravan yoki mundaq aytganda mundaq ko'rsatmalik davlat eng oxiri Xitoyga ketishini mencha Turkiyaning o'rinlarini biladi, hech bo'lmasa ba'zi o'rinlar. Lekin ko'z yumganlik bor deb qarayman. Buning qandoq bunda bo'lib qoldi deganda, yaqinda Turkiya bilan Xitoylar o'tirdimu ba'zi keldilar bor. Xitoyning Turkiyadan talab qilgan xil cho'ng-cho'ng odamlar bor. Xitoyning og'zini yepish uchun balkim kichik bir yemchuk tashlablar. Shuni bilan Xitoyning og'zi yepildimi, buni bir qaytirib berib qo'y degan bir qilib. Yoki boshqa narsa bormi? Mening hozirgi aqlim kelganlar shu, lekin bu yerda qandaqdir bir savallik bilan, qandaqdir uni bilan bo'ldi deganga, bir odamning nimasi bilan bo'ldi deganga meni aqlim toz yetmaydi. Endi zinnat qildimmi ba'zi ig'ir xatoliklar bor. Balkim Tojikiston degan kimligini o'zi nima qilganda yaqinda e'lon qilgan uchurlar qaraganda yo'ldoshining Tojikistonlik ekanligini da'vatida yana yo'ldoshi bilan tang ishki bolasi bilan Tojikistonga qaytarilganligini da'vatida yo'ldoshi Tojikistonda ap qilib ishki bolasi bilan zinnat qilib Xitoy qaytarilganligini da'vatida hamda ba'zilar deydi yo'ldoshining Suriyada o'lganligi xabari bor, shunlashga o'xshamagan fikrlar bor yo'ldosh haqida. Hamda qandaylar bo'lmasin, zinnat qilib tursin, Rahima Ahmadova bo'lib qolgan, tojik kimligi bilan qaytarilgan, Turkiya uni shu Xitoy kimligi bilan qaytarilganligiga men ishonmayman. Lekin tojik kimligi bu ayolni qaytarishda bir bahona yoki bir nim bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi buning davlat qandaq agar davlatning xabari bo'lsa qandaq bir hisob kitoblarni qildi, agar xabar olmasa bir qancha davlat organlaridan bu qandaqlab shunday o'tdi, bu nima qilish, bu chegara sirtiga chiqarish ishlamlari bu bir nima yani ichilmaydigan. Davlat o'zi bilmasa biz unga taxmin deyalaymiz, lekin aniq javob berolmaymiz. Biz bu masalaga tag'in cho'nqirlab kirmayli. Siz nima ish qilib berasiz zinnat kultursin uchun va Dunyo Uyg'ur qurultiyi nima ish qilib beradi? Kanadadagilarning yerlik tashkilot nima ish qilib beradi yani? Buningga javob bering, shunga bilan programmamiz bu yerda oyoqlasin. Chunki men yana bir programma hozirlab qolganman, shuni oldirishga majbur bo'lib qoldim. Mening men ba'zi bir jiddiy chiqsam. Endi qiladigan ishlar zinnat kultursinni hozirgi sharoitda u turmadan qutuldirish mumkin emas. Uni qutuldirmay u bu desakmi shu olib qoladi, quruq shu olib qoladi. Yani Xitoy hozircha turmadan bir Uyg'urni bu chet elga chiqarishi, bo'lapmi o'zining vatandoshi deb qaragan bir insonni turmaga chiqarib, turmadan qo'yib berishi unatayin. Bunda bo'lg'achqa zinnat gul misolidan yo'lga chiqib, boshqa zinnat gullarni qanday qutuldiramiz? Shunga markazlashtirimiz yaxshi. Başka zinnat gullarni yoki boshqa Uyg'ur qarindoshlarimiz. Yani masalan zinnat gulni biz masalan Cumhur Reisiga talab qilib Turkiyaning qaytarib kelish masalasi degandek, bundaq bir yo'limiz yo'qmi? Yo'l bo'lishi mumkin, lekin masalan Kanada vatandoshi uchun davomli qaytarish to'g'risida nima bo'ladi? U albatta o'xshamaydi. Shuna bo'lsin, yana uni kuchab baqsa. Masalan, uni Turkiya Xitoydan uni talab qilishini atayin, chunki Turkiya uni Tojikiston vatandoshi deb qaytardik deb rasmiy organlarning bergan bayonoti bo'lgandan keyin Turkiya talab qilsa Tojikistondan talab qiladi. Tojikiston anadagi Xitoydan talab qilishi mumkin. Ya'ni Turkiya bevosita Xitoydan undaq bir talab qilganda diplomatik bir nimasi nim bo'lmaydi, chunki Turkiya Xitoy qaytarmadi, Tojikiston qaytardi. Hem Tojikiston kimligi bor deb Tojikiston qaytardi. Shunlashqa Turkiyaning bu yerga qila oladigan surishchisi Tojikistondan surishti qila oladi. Ya'ni diplomatiya undaqla hammaga uzsa, bir davlat o'tirdik nima, unda ketaveradigan og'amchiga o'xshamaydi. Belgilab qoida, belgilab qurollar. Demak, yani biz Turkiya davlatidan Tojikistondan bu ishni surishti qilib beqish to'g'risida talab suni olamiz, yani hozir mumkinchilik. Albatta, chunki Turkiya Tojikiston qaytug'uni uchun Tojikistondan hamda sen meni vatandoshim deb olganding, sening vatandoshing endi Xitoy qaytarib etding. Yoki sening vatandoshing bo'lmasa, biz meni qaytaramiz, men tojikkan degani nima deb mening vatandoshim deding degan savolni Turkiya Tojikistondan so'rash kerak. Chunki u qadar so'ramasak, zinnat kulturasining vatandagi bexatarlikda ziyon uchraydi. Albatta. Xo'sh. Dunyo Uyg'ur qurultiyi nima ish qilmoqchi, nima ish? Dunyo Uyg'ur qurultiyi hamda bu masalada har bir Uyg'urimiz mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar ko'rinishning bo'lsin. Bu
bu yerda Uyg'ur degan ko'z bilan qaraydigan gap. Yani Xitoydek bir davlatda hozir Uyg'urlarning qandoq muomalaga uchrayotganligi tarixda misli ko'rilmagan darajada Xitoyning vahshiyligi toza evijiga chiqqan mezgilda, ya'ni bir Uyg'urning Xitoy qaytarilishining qandoq oqibatlar olib kelganligini Dünya Uyg'ur Qurultiyi tushuntirib kelganlik butun Uyg'ur tashkilotlari o'stirayotgan davlatlarda bu ishni qilag'liq. Hamda yana birisi Xitoymi bosh turmoqliq. Hozirgacha 50 dan ortiq davlat Xitoyning bizning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qaratgan bostirishini Xitoyni qo'llaymiz deb bayonot berdi. Xitoyni jim turmoqdi. Shuna bo'lg'achqa yana biz Dünya Uyg'ur Qurultiyi Xitoyga qarshi turadigan safni kengaytirishimiz kerak. Hozir 25 ga yaqin davlat imzo qildi. Dastlabki 2 davlat imzo qilgan. Uningga 3 davlat yana qo'shildi. 25 davlat bor. Yani Uyg'ur taraf turadigan davlatlarning sonini qanchalar ko'paysak, hamda Xitoyning shunday xohlagan davlatlardan Uyg'urlarni qaytarib ketishi biroz ehtimolligi ozlaydi. Hamda Dünya Uyg'ur Qurultiyining qila oladigan xalqaro sahnada Uyg'urlarning ovozini texnik tushuntish, Uyg'urlarning ahvolini texnik ma'lum qilib, u yerdagi xim xatarni texnik his qildirish. Bu to'g'risi qadam attinglarmi? Zinet kültürü. Albatta. Jig'in açdinglarmi zinet kültürü? Albatta. Ben dolayısıyla ben de 2 gündün beri aloqalashmay qoldim. Ya bu Dünya Uyg'ur Qurultiyi bunday xabar chiqqan zaman bu maxsus ishlaydigan xodimlar bo'lg'achqa shunday bir oqibatning qandoq nimalar ikkilanligini butun g'arb davlatlarining munosabat o'rinlariga allaqachon bu uchur yo'llandi. Uningda nima yo'q. Hiç hozir hamda g'arb davlatlari bu ishlarni biliglik. G'arb davlatlarining bir qanchasi Uyg'urlarni qaytarmaymiz deb ifoda bildirganlik. Boshqalarimi biz Uyg'urlarni qaytarmadik. Buni deganmi qaytarmaymiz deb deyiglik, masalan Kanada, Amerika qatorliq davlatlar. Shunlashqa bundan o g'arb davlatlarining nurg'un o'rinlarning albatta xabar bo'lib bo'ldi hozir. Qurultay bu masalada mundaq muhim hal qiliq ishni mundaq ertaga qilay degan narsa bo'lmaydi. Darhol uning uchur aloqasini qiladi. Hem de hazırki mesele şu Uygurlarına beşiğe nimi kun kelsa biz özümüzge qarindosh, mayli diniy jihatdan, mayli milliy va etnik jihatdan qarindosh degan davlatlardan kelyapti. Shunlashqa bu insonni eng beyarim qiladigan narsamiz shu. Ya'ni Xitoy bilan shu mo'raga taraf hozir Uyg'urning qinni ichayotgan yoki Xitoyning Uyg'urning qinni ichishiga mana menda jumlasini silab berayotganlar o'zimizning qarindosh davlat va millatlari bo'lyapti. Bu insonni beyaram qiladi. Hamda bu davlatlarga hozir Qurultayning masalan ba'zi musulmon arab davlatlariga vakillar, diniy vakillarni avatgan bo'ldi. Qanaqa siyosiy vakillarni ular qo'qaydi bu davlatlar hatto Dünya Uyg'ur Qurultayining berib kelish nimasini qabul qilmoqlar. Ammo diniy vakillarimizni avatish orqali ularga tushuntiryapmiz. Bu hamda Qurultayning cho'ng diplomatiya va siyosiy nuqtalardan ilib boradigan ishi. Hamda tashkilotlarimiz bu shu Zinnatgul vakasidan, ondan keyin Germaniyada o'tgan yil 4-oyda xato holda qaytarilgan bir qarindishimizning qanday oqibatga qolganligi, Misrdan qaytarilgan va Malayziyadan qaytarilgan Uyg'urlarning yo'qolib ketgan ahvollari hammasi bir butun gavda bo'lib, hamda bundan keyingi Uyg'urlarning huquqini himoya qilishda bu muhim paketlik materiallar bo'ladi. Meni bu yerda birdan-bir ta'kidlab qo'ydiganim, Turkiyadagi qarindoshlarimizning biroz o'ziga ega chiqishi, hamma narsani boshqalarga ustirib qo'ymay, Turkiya bizni qaytarmaydi, Turkiya ana qilmaydi, Turkiya qaytarmaydi yaxshi, lekin senmi o'zingning huquqingni bir kapolatga ega qilishing kerak. Senmi navada bu qaschu degan bir ehtimollikni Türkiye normalde qaytarmaydi, onu men mi bilaman? Türkiye'nin nimasini? Chunki xalqning besim bor, Turkiyadagi davlat organlarida mo Uyg'urlarning masalasini bilgan insonlar. Lekin Xitoy Əlaqə cami oğurluqlar klipini uydurubdu degəndə Xitay əgər bir adamını qaytarmaydısa, onunla klip yoki nima yasaydı, bahana yasaydı. Bahana yasab Türkiye bilan Xitay o'tirdi ki, o'zaro jinoyatchilarni qaytarilish to'xtamnomasidagi belgilangan moddalarga tushiradigan, shuningga mos keladigan jinoyatlarni yasab, uydurib, shu qalpoqni kiygizib turib talab qiladi. Shunday shubhasiz qanday qilib biz navbada Xitoy shunday qilib degan ehtimollikni o'ylab, hammani boshqalardan kutmay, o'zimizning ba'zi qadamlarni bosishimizga to'g'ri keldi. Zinnatgul Tursunning ismini nim qilib baqlim, ko'rib baqlim arxivda shu 11700 odamning ichida. Yo'qmi?
Ya onu men nima qilmadim. O qizning ismi yo'q deyman. Bo'lgan bo'lsa bizning ma sistemadan o chiqadi. Ha, tamam. Yo'q deyman. O yo'q deyman. Ha. Bo'ladi. Boshqa yana qaytib qo'yadigan so'zlari bo'lsa, nima qil? Chunki a masalada bir programma qilaylik oldimizda gap ichida inshaalloh. Chunki xalqimiz Hamda mening birdan bir orzuyim Turkiyada qarindoshlarimiz meni haqqimda xil yolg'on gaplar va men shu Uyg'urlarning, shu musofir qarindoshlarimizning manfaatiga deyman ba'zi gaplarni. Ya'ni o'zimizga to'g'ri bo'lgan boshqalarga to'g'ri bo'lishini atayin, o'zimizga normal kelgan narsa boshqalarga dunyoning ham meriga normal kelgan bo'lishini atayin. Mening Turkiyada qarindoshlarimizdan birdan bir orzuyim qalaymakonchilikdan uzoq tursin. Bunimizga su kirsin, Suriye balasıdan uzak tutsun. Bolup mu, şununla aralışıp kalgan karındaşlarımız bazı neslerini yaşamay, ama şu aldığını berip kalgan, ben pişman kıldım degende, ertugün bir nimbap ketişten aldığını alsın. Hatta bazı şu aldığınıp kalgan karındaşlarımız bir hatırlarını yazıp koysun. Yani bu meselede hem de biz beşimizde kumuğu kömsek mi, ben başta dep kettim, nurgun devletler, özünün istihbarat edemlerini, hatta Xitay bunun içinde Suriye'ye evetti. Suriye'deki şu Uygur dep işlerini kılıvatkallarının içinde Xitay istihbaratının evetilgen edemler mi var? Şunlaşka, ben vergi vardım, hiç kim bilmeydi, onda aşı yok. O istihbaratlar bildi o. Nurgun nimeler var. Şunlaşka bu mesele gelgende aya Türkiye'de qarindoshlarimiz bek dikkat qilsa oladi. Qalaymakon majralarga aralashmay, qalaymakon ilaka tashqulliqlarga, ishqulliqlarga aralashmay. Elhamdülillah biz Müslüman şu İslamiyetning yo'li bo'yicha insonlar qanday nima qilgan bo'lsa shu yo'l bo'yicha ko'pchilikka ergishib. Allah razı olsun. Ama shunday qilsak, bo'libmi shu qarindoshlarning shu g'arb davlatlariga o'rnatishiga biroz foydali bo'ladi. Selbiy jihatdan nima qilganimiz yaxshi, saqlanganimiz yaxshi. Biz ming yo'l mansaqmi, agar biz ba'zi narsalarga diqqat qilmasak, bu insonlarga bergan ta'sirat muhim narsa. Mushu narsa yo'limizni to'sab qolsa, mening bek ishim ko'tab ketadi, bek afsuslangan bo'laman. Allah razı olsun. Rahmet sizlarga. Allah xizmatingizni tag'in kuchli qilib bersin. Yana bir qatimda ko'rishimiz. Allohga emanet. İnşallah. Ma'qul, xo'sh, Allohga emanet. İnşallah.